Assalomu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Dünya Qurultayı Tor televiziyasının məxsus xəbər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Əziz görürmənlər, həmminglarning xəbər olğundək tünügün biz Norvegiya parlamentinin aldıda namayiş buluş bilan birgə Norvegiya parlamentinin içində Dünya Qurultayının rəisi Dolqin Aysa başçılığındakı və Norvegiya Uyğur Komitetinin şundaqla Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambarının həmkarlığında Uyğur irqi qırğınçılığının Norvegiya parlamentində rəsmi yo'sinda e'tirof qildirish uchun guvohlik yig'ini o'tkazilgan edi. Hozir bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, lager shohidlarimizdan bo'lgan jasur lager shohidimiz Sayragul Savutbay xonim yanımda turibdi. Xo'sh, Sayragul xonim, tünügün bo'lgan guvohlik yig'ini haqida va bugun bo'lgan bu xalqaro kechirim tashkiloti bilan bo'lgan bu suhbat programmasi haqida qandaq hissiyat bo'ldingiz va qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Bu tünügünge yine parlamentdagi bo'lgan guvohlik yig'ini yana bugungi bu uchrashlar pek muhim deb qarayman. Hamma shundaq muvaffaqiyatli bo'ldi. Chunki tünügünni biz Norvegiya parlamentida guvohlik bergan vaqtimizda o kishilar bizning mushu Sharq Turkistonda bo'layotgan bu dahshatli zulmlarni anglagan vaqtda shunchalik esdashlik qildi bizga, yana shunchalik qayg'urdi, ham shunchalik azoblangan ko'ngili bilan bizga urug' berdi, bizning davomli kurash qilishimizga yetakladi. Yana ular mushuni anglagandan keyin shunda qattiq qayg'urganligini bildirdi. Yana bizning keynimizda turdiganligini, mushundan keyin cho'qim bir yaxshi natijalar elib chiqish uchun Norvegiya parlamentida bir qarorlarning chiqish uchun qo'ldan kelgan yordamlarni qildiganligini bildirdi. Hatta biz bu kechirmishlarimizni so'zlayotgan vaqtda yig'lab o'tirib angladi. Yana bizning tarjimanimiz mushu yerlik Norvegiyalik adam bo'lsinmi, yana bir er kishi bo'lsinmi, bu zulm, dahshatli zulmlarni anglagan vaqtda o'zini tutamay yig'lab turib tarjima qildi. Qattiq yig'lab ketdi. Bu mushunda zulmlarning texmi davom qilayotganligini anglab, bular cho'qim qo'ldan kelgan bir tirishganligini ko'zlaganligini, cho'qim bizga yordam qildiganligini dedi. Yana bizga tasalli berdi davomli kurash qilishimizga. Bizning yolg'iz emas ekanimizni, biz bilan birga bo'lganligini bildirdi. Mana bu g'arb davlatlarining demokratiyani suydigan, haqqoniyatni suydigan g'arb davlatlarining qimmat qarashi deb qarayman. Men bak xush bo'ldim buningdan. Andan tushdan keyingi namoyish maydoniga chiqqan vaqtda yomg'ir shundoq chaqirib yig'ib turdi. Özüm çadırının astida turib, aşı yağmurning astida turgan, aşı necha soat turib atgan qarindoshlarımni ko'rib shundoq yuragim og'rib ketdi. Aşı yağmurning astidagi ba'zilar tegi kichik bolalarni elib kelgan namoyish maydoniga. Biroq meni bir ta'sirlangani bizning yolg'iz emasligimiz, bizning birikkanligimizdagi, bizning ittifoqimiz shunday kuchli ekanligini, yana g'arb davlatlarining bizni davomli qo'llayotganligini, yana bir buningdanmi yaxshi bir natijalarga erishgudek bir umidimizning o'g'aganligini his qildim. Biz mushu kurashimizni to'xtatmaslik qilam, cho'qim bir g'alaba qiladigan kunlar keladi. Bu zulm tugab, bizning xalqimiz ozodlikka chiqadi. Xitoy aman bir bu qilayotgan jinoyatlarga cho'qim badal to'laydi degan hissiyatga keldim. Shunga nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarayman. Kurashimizni to'xtatmayli hammamiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Sayragul xonim, jumladan lager shohidlarimizga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Biz butun Sharq Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan. Xo'sh, Sayragul xonim, siz buningdan burunmi nurg'unlagan xalqaro suhbatlar qatnashdingiz, hatto mukofotlash marosimlarida qatnashdingiz, lager shohid bo'lish sifatingiz bilan. Mesela Nuremberg'da o'tgan qitim bir mukofotlash faoliyati ilib berildi. Cho'ng shaklda hatto uning Nuremberg shahar boshlig'idan qatnashib sizni o'z bir qo'lliq mukofotlagan bo'ldi. Xo'sh, meningki savolim, tünügün ve bugün Norvegiya bo'lgan faoliyatlar bilan necha vaqtdan beri sizningki lager shohidlik bergan o'rinlar bilan farqi qandayroq bo'ldi, shuni bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Endi bu farqlarni so'zlab o'tsam, albatta Norvegiyada bu guvohlik parlamentida bo'libmi, guvohlik anglash yig'ini tunji. Yana shunday bir yig'inni o'rnashtirishmi oson emas. Men uni hammasini tushunaman. Bu pek tasdi bir qo'lga kelgan bir favqulodda qo'lga kelgan bir fursat. Shunga tunji bir kun tartibga kelishi bo'lish oldida turgandiqlan bu endi ulardan farqi asta bo'ladi. Buningga endi vaqt kerak.
bek tez önünbәмәслеге mümkün, lekin bu başlanışı bek yaxşı oldu. Şuңашqa bu texmo jiq adamlarning anglışıga texmo Мәсәлән, түнүгүнө мөпәтләрдә езип бу хәбәрләрме чыгып булды. Buningdan Norvegiya халкымы хәбәрдар булды дигән гәп. Шундан вакыт өткән сәри нургынлыгын адам белде. Адамлар белгән сәри bir ниме мушу Norvegiya немесидә хөкүмәтендә Norvegiyada bir мушу Шәрқи Түркістандагы эркек кыргынчылык мәсьәлесе башка дәүләтләргә охшаш bir күн тәртипкә килде дип карайм. Чөнки бу башланышы шундый яхшы bir башланыш булды. Андан tuncu anlığı adamlar elbette bundaq dehşetlik zulümlerde kabul kılış asan emez. Çünkü bularning qimmat qarşı fakat oxşamaydı. O baştan keçirgen bilen anlış o işki iş. Lekin nurg'unlagan davlat sifatlarini anlagandan keyin bular muşu zulümni çoqum to'xtatish kerak. 21 asrda mushundaq bir Xitoyga o'xshash bir davlat mushundaq xalqqa butunlay gunohsiz xalqni mushundaq irqiy qirg'inchilik qilib olsa, buningga necha yil bo'lgan bo'lsa, biz g'arb davlatlari bundaq nima qilsak, unsiz qolsak bo'lmaydi. Cho'qim buningga bir ish qilishimiz kerak. Bu bizning bir borchimiz degan bir ashundaq bir tanımga kelishning o'zi bir g'albi deb hisoblayman. Bu bir natija deb hisoblayman. Shunga mushuni o'rnashtirish qilgan, mushuning peshida bo'lgan hamma qarindoshlarga Mishadiki Norvegiya Uyg'ur komiteti, yana Norvegiya Adliya arxivi, shundaki hamma qarindoshlarga, mushunga kuch chiqargan barliq odamlarga, yana kelib qatnashmagan hamma odamlarga cheksiz rahmatimni bildiraman. Yana bizning qahramonlar, shahidlarimiz bor. Bu bir yaxshi bir natija bo'ldi. Qandaq ishqiga qanchalik kuchab, buningga qanchalik vaqt sarf qilgan bo'lsanglar, shuning bir natijasi chiqdi deb hisoblayman. Yana bu boshlanishdan keyin nurg'unlagan bir yaxshi patarda bir yaxshi natijalarning chiqadiganligini ishonaman. Chunki aqanat aman g'alaba qiladi, men shunga ishonaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Buningdan keyingi hayotingizga xotirjamlik va muvaffaqiyat tilash bilan birga sizga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Aziz ko'ruvchilar, yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, tunugun Norvegiya parlamentida guvohlik bergan 4 jasur lager shohidimizdan birisi bo'lgan Qalbinur Sidiq xonim. Xo'sh, Qalbinur Sidiq xonim, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun oldindan sizga ko'pdan ko'p rahmat aytish bilan birga tunugun Norvegiya parlamentida intayin ta'sirlik va keskin bo'lgan guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Ham bugun xalqaro kechirim tashkiloti tarafidan o'rinlashtirilgan bir suhbat programmasi o'tkazildi. Bu haqda siz hissiyotingizni qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buldu aldı bilan rahmat sizga. Assalomu alaykum barcha aziz qarindoshlar. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, tunugun biz shu Norvegiya parlamentida 4 lager shohidining qatnashishi bilan bir yaxshi bir keng ko'lamlik guvohlik berish faoliyati bo'ldi. Bu faoliyatdan keyin biz aşağıdaki qatnashgan parlament rahbarlari, partiya a'zolarining partiyalarningki bizga kep o'zining ta'sirlanganligi, chunki birinchi maydon naq maydon bayonotni anglab ularning intayin ta'sir bo'lganligi ham ko'z yosh qilib turib bizga o'zlariningki bizga cho'ng umidlarni bag'ishladi. Bizga cho'qim biz har doim sizlarning yaninglarda biz sizlarga destak bo'lamiz deb yaxshi umidlar bo'ldi. Shaxsan menmi cho'qim bu Norvegiya parlamentida bu qarorning berilishidan zo'r umidli bo'ldim. U yerdan chiqib biz sirtdagi qarindoshlarimizniki saqlayotgan namoyish bo'tgan shu maydonga keldik. Bu namoyish maydonidan men zo'r ta'sirotga ega bo'ldim, chunki yomg'ir yig'ayotgan shunda bir so'qoq avadimi. Shu Uyg'ur qarindoshlarimiz jiroqni demay nurg'un uzun musofirlarni besib shu namoyish maydoniga kelib, biz parlament ichida guvohlik bergan bo'lsak, ular sirtda bizga destek verip aşağıda namoyish qilib, hem şu yomg'irlarda bizni saqlab necha soatlab turdi. Biz bundan zo'r ilhom oldik, zo'r ta'sirot ega bo'ldik. Bugun mana ikkinchi kuni yana bu Norvegiyada bu yig'inga qatnashdik. Bundan yaxshi zo'r umidda, zo'r bir ta'sirga ega bo'ldim. Men ish qilib cho'qim bu Norvegiya parlamentidan, hukumatidan shu Uyg'urlarga bo'lgan qirg'inchilikni, cho'qim bir irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat deb shunday bir qarorni berishidan zo'r umidlandim. Men shunday umiddaman. Rahmat sizlarga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, Qalbinur xonim, bugun ham xalqaro kechirim tashkiloti tarafidan o'rinlashtirilgan bu suhbat programmasida qisqacha bir guvohlik berib o'tdingiz. Bu haqdagi hissiyotingizni bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Buldu rahmet. Bu Xalqaro kechirim tashkilotininki bir necha faoliyatlarga men qatnashgan guvohlarni bergan. Bugün bu yerda alohida bo'ldi deb qarayman. Chunki bu faoliyat qatnashgan, bu yig'in qatnashgan barliq qarindoshlarning bergan inkoslari nihoyat yaxshi bo'ldi. Chunki bu naq maydon bergan bu guvohlik ajoyib bir ta'sir kuchga ega deb o'ylayman. Bu menga zo'r ta'sir qildi. Bu yerga qatnashgan barliq a'zolar bu kishilarmi mening guvohligimni, bu naq maydon bu bayonotimni intayin ko'ngli yerim bo'lgan holda ta'sirli bir bu bayonni anglab, bularni o'zlariniki inkoslarini bildirdi. Bunga rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat aytaman. Buningdan keyin hayotingizga utuqlik, muvaffaqiyat va xotirjamlik tilash bilan birga ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga qaytadan rahmat. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, bu qitim Norvegiyaga kelgan 4 lager shohidimizdan birisi bo'lgan jasur lager shohidimiz Ömer Bekali apandim. Xo'sh, Ömer Bekali apandim, Norvegiyaga xush kelibsiz. Ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi meningki sizga bo'lgan savolim bo'lsa, tunugun Norvegiya parlamentida intayin ta'sirlik va keskin bir shaklda guvohlik yig'ini o'tkazildi. U yerda jumladan lager shohidlar bo'lsin, tarjimonlar bo'lsin, shu yerda kelib qatnashgan mehmonlarimiz bo'lsin, hammasi buni ko'z yoshi bilan anglagan bo'ldi. Bugunmi Xalqaro kechirim tashkilotining o'rinlashtirishida bir ziyorat va suhbat programmasi o'tkazildi. Bu haqda sizningki qanday hissiyatda bo'ldingiz? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Va alaykum assalom. Aziz qarindoshlar, bu bugungi va bugungi bu faoliyatlardan Norvegiya hukumatidagi bizniki bu parlamentdagi bu guvohligimiz nihoyat mukammal bo'ldi deb o'ylayman. Chunki qatnashgan har qaysi partiya va tashkilotlar nihoyat kuchli partiya tashkilotlar ekan. Ham shundaqla buni o'rnashtiruvchi insonniki dadisiningmi ayni vaqtda fashistlar, German fashistlarniki lagerlarda yashagan va shu boshdan kechirgan bir insonning o'g'li o'rnashtirish qilgan ekan. Shuning uchun endi bu Norvegiya hukumatining bundan keyingi shu erkak qilish masalasini e'tirof qilishda cho'qim kuch tadbirlarni qo'llash oldida turayotganligidek bir nimani sezdim. Cho'qim bir yaxshi javob natijaga erishishimiz deb ishonchimiz bor. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, Ömer Bekali apandim, buningdan burunmi ham nurg'ulg'an guvohlik yig'inlariga va faoliyatlarga qatnashgan bo'ldingiz va ba'zi yig'inlardan taqdirlangan bo'ldingiz. U qatnashgan yig'inlaringiz va programmalarga qaraganda bu Norvegiyada o'tkazgan programmaning orasida qanday farq bor sizningcha? Bu haqda bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Norvegiya parlamentidagi bu guvohlikda ularniki aytib tanish suyar bir nima ekanligini bir texmi chunqiroq his qildim. Shundaqla ularniki bizga qilayotgan muomalasi va bu yig'indan keyingi ifodalaridan bularniki boshqa tamga baqirishni qo'llashga maydon nihoyatda kuch ekanligini yana bir qadam his qildim men. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Buningdan keyin hayotingizga utuqlik va muvaffaqiyat tilash bilan birga, xotirjamlik tilash bilan birga ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz ko'ruvchilar, tunigan Norvegiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'lda e'tirof qildirish uchun guvohlik bergan 4 jasur lager shohidimizdan birisi bo'lgan Gulbahor Xotvaji xonim aziz ziyoratimizni qabul qilmoqchi. Xo'sh, Gulbahor xonim, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Tunugun Norvegiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'lda e'tirof qildirish uchun keng ko'lamlik keskin bo'lgan va ta'sirli bo'lgan bir guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Bugun ham Xalqaro kechirim tashkiloti tomonidan o'rinlashtirilgan bir suhbat programmasi o'tkazildi. Bu 2 kunlik faoliyat jarayonida siz qanday ta'sirot ega bo'ldingiz? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buludu tünigen biz şu Norvegiyadaki faaliyetimizi başladık. Biz lager şahitleri, onun kendinden bizimki Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberleri, parlamentin işçide guvohlik berdik. Onun kendinden mening bek ta'sirlanganim tünigen hava intayin nachar, to'xtamasdan yağmur yağdı. Nurg'ulg'an Uyg'ur qarindoshlarimiz şu 700-800 kilometrlik uzun yollarni besib, mush taladagi yağmurga qarmasdan mush parlament binosining oldida namoyish qildi. Biz shu ishchidagi guvohlikni tugitib chiqchilik bo'lganga qadarda ham yağmurga qarmasdan. Onun kendinden biz mush parlamentning ichida guvohlik bergan vaqtida mush tövandagi anglag'uvchilar o'zlariniki yoshlarini faqat to'xtatmadi. Uningdan boshqa bizniki mush so'zlarimizni tarjima qilgan tarjimonmi mush tarjima qilish jarayonida shunchalik bir xil yig'ladi, shunchalik azoblandi. Men shuni his qildimki, tövandikilar o'zini xuddi
bizning beshimizga kelgan shu zulmni so'zlagan vaqtida xuddi bir o'zini shu o'ringa qo'ygandek bir xil hissiyat turib so'zlagan o'zlarining ashtaq bir xil hissiyatda ta'sirlanganligidan men bek ta'sirlandim. Sizge köpten köp rahmet Gülbar Hanım. Yeni bir sualım bolsa, siz bunundan burunmu hem nurgulluğun guvalık beriş yığınlarda boldunuz, hatta nurgulluğun taqdirlaşlarga erişken boldunuz. O qatnaşkan guvalık yığınlarımız bilen bu Norvegiyada ötküzülgen bu guvalık beriş yığında qandaq farq bardek his qıldınız ve sizningcha Norvegiyaninki bu yerda o'tkazilgan guvohlik berish yig'ini qanchalik bir ta'sirga ega bo'la, mush haqida bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buldu meningcha bu guvohlik berish yig'iniki unumi shunchalik yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Cho'qim yaxshi bir natija chiqadi deb o'ylayman. Uning kayindan bizniki maqsadimizmi shu Norvegiya hukumatini shu xalqimizning beshiga kelgan shu zulmni irqiy qirg'inchilik deb bir e'tirof qilishga degan umidda meningcha bularning shunaq qaror berdiganligiga ishonaman. Uning kayindan shu Norvegiyadagi shu faoliyatchilarmi shu faoliyatni o'rinlashtirish jarayonida intayin bir xil atrofliq shundoq bir xil kalla ishlatib ish qilib bak yaxshi o'rinlashtiribdi. Bundan biz bak rozi bo'ldik. Siz ko'pdan ko'p rahmat.